va vodiysida yangi qirolicha paydo bo'ldi. Alimba. Jasur urg'ochi qoplon ushbu hududni 10 yil boshqarib kelgan va endi keksayib qolgan sobiq qirolicha Kamutsini taxtdan chetlatib, o'zi hududni egalladi. Endi uni saqlab qolish kerak. Muammo ko'p. Alimba boshqa urg'ochilarni bu yerga yaqin yo'latmaydi. O'zidan kuchliroq yirtqichlar bilan yuzma-yuz kelishdan ehtiyot bo'lishga harakat qiladi. Alimba o'ziga qarashli katta hududni asrab qolish va kelajagi bexavotir bo'lishi uchun erta-yu kech tinimsiz ter to'kishga majbur. Hamma narsani o'zi qilishiga to'g'ri keladi. Afrika ovchilari. Alimbaning boshiga tushgan sinovlar. Judayam charchagan Alimba laqabli urg'ochi qoplon o'rmonda yashirinib yotibdi. Yil davomida uning boshpanasi bo'lmagan. Shuning uchun o'ziga Luang va vodiysidan joy axtardi. Urg'ochi 3 yoshida o'ziga tegishli hududga ega bo'ldi. Endi shu yerda joylashsa bo'ladi. Uning yangi hududi har bir qoplon orzu qilgan boshpanadir. To'g'ri, uncha katta emas. Bor yo'g'i 10 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Lekin bu har tomonlama qulay ov maydonidir. Bu yerda Alimbaga kerak bo'lgan barcha narsa bor. Ehtiyotkor mushuk hammadan ham pana joyga muhtoj edi. U soyada sezdirmay pisib borishi lozim. Bu ishni Alimba osongina amalga oshirishi mumkin. Axir unga qarashli yerning markazida alohida o'tgan joy bor. Mana bu jarlik. Bir yilda bor yo'g'i bir necha oy to'lib oqadigan daryo bilan kesilgan yer sharqdan g'arbga qarab cho'zilgan va Luang va vodiysidagi eng yaxshi yaylovlarni ikkiga ajratib turadi. Alimba bu xilvat joyda to hujumga o'tishga tayyor bo'lmaguncha atrof muhit bilan uyg'unlashib, ko'zga tashlanmay turadi. O'tlar yuzlab jonivorlarni, shu jumladan qoplonlarning sevimli o'ljasi bo'lgan antilopalarni ham o'ziga tortib turadi. Alimba antilopalar jarlik chekkasida o'tlaydigan yerni topsa bo'ldi. Har bir jonivorning hujumga o'tish uchun qulay hisoblangan eng maqbul masofasi bor. Shunda o'lja qochib keta olmaydi. Alimba o'ljaga 5 metr yaqinroq borishi va keyin sakrashi lozim. Qoplonlar ovda imkon boricha o'ljaga yaqinroq borishga harakat qiladi. Antilopa pupu qo'l yetar masofada desa ham bo'ladi. Sal yaqinroq kelishini kutib turish kerak, xolos. Biroq yirtqichni sezib qolishdi. Uni sinchkov, it tumshuq maymun ko'rib qoldi.
Urg'ochi qoplon xuddi tajribasiz ovchi kabi xato qildi. O'ljani qo'ldan boy berdi va hammaning e'tiborini o'ziga tortdi. Uning yashirin joyi fosh etildi. Endi it tumshuq maymunlar Alimbani ko'zdan qochirmaydi. To'da bo'lib yashagan xavfsizroq. Maymunlarning uzunligi 5 santimetrli xanjar kabi keskir, qoziq tishi bor. Alimba bitta maymunga bas kelishi mumkin. Ammo katta to'daga bas kela olmaydi. Buni o'zi ham yaxshi biladi. Hozir yirtqich juda ojiz. Qo'rqayotganini sezdirmaslik kerak, yo'qsa it tumshuq maymunlar hujumga o'tadi. To'daga 3 ta katta erkak maymun boshchilik qiladi. Ular Alimbani o'ldirishga qodir. Biroq maymunlar jangda o'zlari ham jabr ko'rishi mumkinligini yaxshi biladi. Vaziyat keskin tus oldi. Alimba chekinmayapti. Maymunlar esa uni kuzatish uchun soqchilik qilmoqda. Yirtqich yashirindi. U qorong'i tushishini kutyapti, chunki tun qo'ynida ustunlik uning qo'lida bo'ladi. Yosh urg'ochi muhim bir saboqni o'zlashtirdi. O'zi haqida ham qayg'urishni o'rganmog'i lozim. Sobiq hukmdor Alimbadan 10 yosh katta edi. Keksa urg'ochi dono edi. Jarlikda ov qilish sabog'ini obdon o'zlashtirgandi. Kamuti o'ziga tegishli hududning har bir qarichini yaxshi bilardi. Antilopalar o'tlab yurgan bepoyon tekisliklardan tortib to g'arb tomondagi buyuk azim daryo Luangvagacha bo'lgan ulkan maydon uning izmida bo'lgan. Ayyorlik va ehtiyotkorlik Kamutining bosh quroli edi. U 10 yil davomida shu yerni boshqarib keldi. Ammo raqibiga yutqazdi. Yosh Alimba g'alaba qozondi. Alimbaning tashvishi ko'p. Xuddi Kamuti kabi u ham yangi hududning har bir qarich yerini ham eniga, ham uzunasiga o'rganib chiqishi lozim. Agar Alimba shon-shuhratga berilsa, unda holiga maymunlar yig'laydi. Urg'ochi ko'plab xavf-xatarlarni yenga bilishi lozim. Alimba o'ziga tegishli hududni sherlar bilan baham ko'rishga majbur. Ular bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Arslonning og'irligi 150 kilogramm. Urg'ochi qoplondan 5 barobar katta. Yolg'iz kezadigan qoplondan farqli o'laroq, sherlar to'da bo'lib yashaydi. Alimbaga qarashli hududda 16 ta sherdan iborat Sefu to'dasi yashaydi. Agar orada nizo chiqsa, urg'ochi qoplon nobud bo'ladi. Bu yerda go'shxo'rlar ko'p, demak, o'g'rilar ham ancha. Sirtlonlar mohir ovchi va o'laksaxo'rlardir. Ular Alimba uchun unchalik xavfli emas, ammo uning o'ljasini o'g'irlab ketish uchun bor imkoniyatni ishga soladi. Tekislikda sirtlonsimon itlar ham izg'ib yuradi.
Ular qoplondan 2 baravar kichikroq. Bu yirtqichlarning ustunligi jussasida emas, baham jihat ish ko'rishida bilinadi. Ikkala yirtqich ham bir xil jonivorni ovlaydi. Faqat biri yakka ovchi, ikkinchisi to'da bo'lib harakat qiladi. Ikkisining ham raqibga toqati yo'q. Xatarga chap bera oladi. Ammo bitta xavfdan daraxtda yashirinib ola olmaysan. Boshqa qoplondan. Xuddi Kamuti kabi u ham raqib bilan to'qnash kelishi mumkin. Alimba bu hududni egalladi. Endi uni qo'ldan chiqarmaslik lozim. U o'ziga tegishli mulkning oxiri qayerda ekanini aniqlash uchun har kuni chegaralarni nazorat qiladi. Yirtqich 3 kilometr naridagi barcha raqiblarini ogohlantirib o'qiryapti. Ammo uning tovushi hududning olis yerlarigacha yetib bormaydi. Shuning uchun belgi qoldirishga majbur. Bu belgi Alimbaga tegishli hudud ekanini bildirib turadi. Belgilar bir necha kungacha saqlanib turadi. Bu vaqt ichida Alimba butun hududni aylanib chiqadi. O'z mulkini ko'zdan kechirish o'rniga ov qilsa yaxshiroq bo'larmidi? Biroq atrofda boshqa qoplonlar ham bor. Shuning uchun bu narsaga bee'tibor bo'lish yaramaydi. Eng muhim yerlar kimga tegishli ekanini boshqalar ham bilsin. Nazorat qilish yangi hududni o'rganishda qo'l keladi. Quyosh botayotgan mahal Alimba hali shu paytgacha o'zi ko'rmagan yerga, daryo bo'yidagi kichkina o'rmonga kelib qoldi. Juda og'ir kun bo'ldi. Ov qilishga kuch ham qolmagan. Yovvoyi mushuk ovga ketyapti. U kaltakesak va kemiruvchilar bilan oziqlanishi mumkin. Ammo chigirtka va kapalaklar kabi hasharotlar ozuqa taomnomasining ikkinchi qismini tashkil etadi. Alimba ham hasharotlar bilan oziqlanishga yo'q demasdi. Urg'ochi qoplon och. Shuning uchun ancha kattaroq o'ljani tutishga qaror qildi. Qora xolli kiyikni. Qurbon yoniga 5 metr yaqinroq borish kerak. Panjalardagi yumshoq yostiqchalar qariyb shovqinsiz harakatlanishga yordam beradi. Qoplon insondan 8 baravar yaxshiroq ko'radi va qorong'uda bemalol harakatlanadi. Afsuski, Alimba bir narsani nazorat qila olmaydi. O'z hidini atrofga taratadigan shamolning yo'nalishini. Yosh urg'ochining omadi chopmadi. Xavotirli shovqinlar shu atrofdagi jonivorlarni xavf-xatardan ogoh etdi.
Bugun kechqurun ovqatlanib olish uchun yana yo'l yurish kerak. Buning uchun hattoki noma'lum hududga kirishga to'g'ri kelsa ham mayli. Yirtqich o'zi belgi qo'ygan yerlardan o'tyapti. Quyosh ko'tarilishidan 2 soat oldin Alimba yangi podaga ro'baro keldi. Bu safar o'ljaning o'zi yaqinroq kelishini kutyapti. U kuzatyapti. Hamma qoplonlar sabr toqatli bo'lmog'i lozim. Alimba hujumga o'tishga qaror qildi. Katta qoraqolli kiyik go'shti unga bir haftaga yetadi. Agar o'ljani oldirib qo'ymasa albatta. Sefu to'dasi ham mudrab yotgani yo'q. Agar sherlar sezib qolsa, Alimbaning o'ljasini tortib oladi. Lekin ularni boshqa qurbonlar jalb etmoqda. Hech narsadan xabari yo'q ikkita so'galli to'ng'iz tinchgina uxlab yotibdi. Alimba sherlarning chalg'ib turganidan foydalanib, yashirinishga harakat qiladi. Katta to'daga ikkita so'galli to'ng'iz go'shti kamlik qiladi. Buni ustiga chaqirilmagan mehmonlar ham yetib keldi. Sirtlonlar sherlarni tun bo'yi ta'qib etadi. Bezbet o'g'rilar ham oziqlanishni istaydi. Asabiylashayotgan sirtlonlar Wang va vodiysidagi eng sershovqin jonivordir. Ularning baqirig'i boshqa o'laksaxo'rlarni xuddi ohanrabo kabi o'ziga tortib turadi. Alimba kulfat ichida qoldi. Urg'ochi ovdan so'ng charchagan. Uning o'ljasi 50 kilogramdan ko'proq tosh bosadi va tez orada bu yerda ko'plab o'laksaxo'rlar paydo bo'ladi. Tezda xavfsiz joyga yashirinish lozim. Hatto sherlar ham sirtlonlar to'dasiga bas kela olmaydi. Vaqt juda kam. Alimba dala chetiga yetib keldi. Biroq qora xolli kiyikning loshi juda og'ir. Uni daraxtga olib chiqishning iloji yo'q. Yirtqich imkon boricha tezroq ovqatlanib olmoqchi. Har daqiqa o'tgan sayin sirtlonlar ko'payib bormoqda. Ular tez orada o'ljaning isini oladi. Kurashishdan foyda yo'q. Qoplon o'ziga ziyon yetmasligi uchun o'ljani tashlab, kelgan tomoniga qarab ketdi.
Tungi voqea yana bir unutilmas saboq bo'ldi. Alimba o'ziga qarashli yerdan tashqariga chiqmasligi kerak. Unga o'z hududi ham yetib ortadi. Juda uzoqqa borib qolgan urg'ochi qo'shni qoplonlarni ko'zdan qochirdi. Eng yaxshi ko'rgan yerlaridan birini raqibi egallaganidan hozircha Alimbaning xabari yo'q. Bu urg'ochi Alimbadan 3 yosh katta. U kuchli va ortga chekinishni bilmaydi. Raqibi o'ziga juft izlab Alimbaning yeriga kelib qolgan. Qurigan va ag'anagan daraxtda qoldirilgan izga qaraganda, shu atrofda unga ma'qul nomzod bor. Bu qoplonning katta hududi bo'lib, u Alimbaning yeri bilan chegaradosh. U mohir ovchi va ko'plab qoplonchalarning otasidir. Biroq qoplonning bu bilan chegaralanish niyati yo'q. Boshqa qoplonlar u qoldirgan isli belgini 30 kilometr naridan sezishi mumkin. Buzg'unchi urg'ochi allaqachon uning isini olgan va tez orada uni izlab topadi. Urg'ochi Alimbadan bor yo'g'i 2 kilometr shimolroqda va allaqachon yaxshilab joylashib olgan. Hatto yosh suv echki ham uni sezmay qoldi. Podadagi boshqa sheriklari uni qutqarib qola olmaydi. Shuning uchun bechorani tutish juda oson bo'lishi aniq. Lekin bugun suv echkining omadi bor ekan. Urg'ochi o'z juftini topmoqchi. Qoplonni qidirib yurib, Alimbaning hududiga kirib qoladi. Birdan xavf-xatarni sezdi. Omon qolish sezgisi ish berdi. Qoplonning ola-bula terisi o'tlar bilan uyg'unlashib ketgan. Sirtlon nimanidir qo'riqlayotganga o'xshaydi. Balki o'z uyasinidir. Ammo boshqa muammo paydo bo'ldi. Sirtlonsimon itlar ovga otlanibdi. Boshqa yashirinishning imkoni bo'lmay qoldi. Tezroq o'rmonga qaytish kerak. Qoplon va sirtlonsimon itlar ashaddiy raqib va bir-biriga dushmandir. Ammo qoplonga ularning qo'li yetmaydi. Yovvoyi itlarga buning foydali tarafi ham bor. Qoplonga hujum qilish to'da a'zolari o'rtasidagi rishtani mustahkamlaydi.
Biroq ular qimmatli vaqtni boy beryapti va shu sababli bu yerdan ketadi. Urg'ochi pastga tushadi. U Alimbaning yoniga yaqinlashib bormoqda. Luangva vodiysidagi har bir qoplonning qo'shnisi bor. Vaqt o'tishi bilan ular bir-birini hididan bilib oladi va o'zgalarning yeriga qadam bosmaslik payida bo'ladi. Lekin Alimba bu hududga yaqindagina ega bo'ldi. Kutilmagan mehmon shundoqqina yonida. Balki Alimba o'z hududi uchun jangga kirishga majbur bo'lar. Kelganda urg'ochi nihoyat qoplonni topdi. Odatda bu mushuklar yakka bo'lib yashaydi va kamdan kam hollarda bir-biri bilan uchrashadi. Ular uchun bu damlar juda qadrli. Yangi juftlik o'ziga qulay joyni egalladi. Alimba esa yolg'iz yashash va omon qolish sabog'ini endi o'zlashtiryapti. Uni taxminan 1 yilcha oldin onasi tashlab ketgan. Ko'pincha o'ylamay ish qiladi. Yosh urg'ochi qimmatli imkoniyatni qo'ldan boy berdi. Ammo yirtqich o'ziga kerakli saboqni tez o'zlashtiradi. Har safar yashab qolish ko'nikmalarini charxlab boraveradi. Ba'zida hatto katta qoplonlar ham o'yinga berilib ketadi. Jarlik mashg'ulot o'tkazish uchun eng qulay joydir. Haftadan bugun o'zlashtirilgan saboqlarni amalda qo'llashning ayni payti bo'lsa kerak. Agar o'ljaning peshobi bilan aralashgan changga yaxshilab bulansa, yirtqichning hidi sezilmaydi. Jarlikdagi har bir ov har xil o'tadi. Atrof muhitga moslasha bilish ham ov natijasini belgilaydi. Bugun Alimba uchun omadli kun bo'ldi. Shamol sekin esyapti. Maymunlarning soqchilari ham ko'rinmaydi.
Qora xolli kiyiklarning aksariyati jarlik tomonga qarayotgani ham yo'q. Ba'zida kutib turgan ham ma'qul. Ammo bugun imkoniyatni boy berib bo'lmaydi. Borgan sari yaxshiroq ov qilmoqda. Sirtlonlar bu yerda o'lja topish oson ekanini tushunib yetdi. Ular Alimbaning g'ashiga tega boshladi. Qoplon ov qilishni o'rgandi. Endi o'ljasini himoya qilishni ham o'rganmog'i lozim. Sirtlon tishi bilan qoplonning suyagini maydalab tashlashga va unga jiddiy jarohat yetkazishga qodir. Ammo Alimba ancha uddaburon bo'lib qoldi. Hali hech narsa boy berilgani yo'q. Endi Sirtlon o'ljani olib qochishga urinyapti. Alimba kuzatyapti va kutyapti. Sirtlon bittada umumiy vaznining 3dan 1ga teng miqdorda bo'lgan ovqatni yeydi. Biroq buni o'rniga og'ziga ilinganini olib, bu yerdan juftakni rostladi. Qora xolli kiyikning o't bilan to'lgan oshqozonini ko'tarib ketyapti. Sirtlondan o'ljani tortib olish Alimba uchun katta yutuq bo'ldi. Sal narida o'z juftini bir muddatga tashlab kelgan qoplon dam olyapti. Ammo bu yerda e'tiborni tortish juda xavfli. Yaqinlashib kelayotgan sherlar o'ylab o'tirmay uni o'ldiradi. Qoplon eng bexavotir joyni tanlaydi. Daraxtni. Urg'ochi ham qochib qoladi. Sherlar uning sherigini qopqonga tushirdi. Katta mushuklar kuniga 18 soatdan uxlashga moslashgan. Qoplon hali veri yerga tusha olmaydi. Urg'ochi u bilan 5 kun birga bo'ldi. Qoplonlar uchun bu uzoq davom etgan aloqa sanaladi. O'zining nisbatan xavfsiz bo'lgan hududiga qaytish vaqti keldi. Kunduzi tovuq qirg'ovullar jarlikdagi suv bo'yiga keladi. Yigirmata qush qatorlashib ketyapti. Ular yurishdan va shovqin solishdan charchamaydi. Geladan ajralib qolgan qush sarosimaga tushib qoldi.
va qattiq shovqin solib, uxlab yotgan qoplonni uyg'otib yubordi. O'lja o'z oyog'i bilan kelib tuzoqqa tushdi. Quyosh botganda tovuq qirg'ovullar uxlashga otlanadi. Qushlar eng baland daraxt uchlariga joylashib oladi, och mushukning panjasi yetmasligi uchun. Ingichka shoxlar ustida qushlar xavfdan xoli bo'ladi. Yangi oy chiqqanda Alimba zimziyo tun qo'ynida ovga otlandi. Yo'lga tushishdan oldin biroz mizg'ib olmoqchi. Ammo uni sershovqin qo'shnilar uyg'otib yubordi. Alimba ustunlikni qo'lda ushlab qolish uchun erta-yu kech belga qoldirish lozimligini yaxshi biladi. U eng katta va yerdan 3 metr balanddagi shoxlariga chiqish o'ng'ay bo'lgan daraxtlarga belgi qo'yadi. Chunki boshqa qoplonlar aynan o'sha yerga joylashib olgan bo'lishi mumkin. Alimbaning e'tiborini katta daraxtdagi soyalar tortdi. Nihoyat uddaburon ovchi balandligi 30 metr bo'lgan daraxt shoxlariga o'rnashib, uyquga cho'mgan tovuq qirg'ovullarni topdi. Bunaqa gazakni olish oson emas. Biroq Alimba hech ikkilanmay daraxtga chiqib oldi. U bu ishning ustasi bo'lib ketgan. Daraxtga osongina chiqishda orqa oyoqlarining egiluvchan mushaklari asqotadi. Tunda tovuq qirg'ovullarning ko'rish qobiliyati susayadi va uzoqqa uchib keta olmaydi. Lekin yashin tezligida harakat qilib chetga qochadi. Shuncha harakat behuda ketdi. Tungi havoda boshqa qoplonning da'vati eshitildi. Buni bee'tibor qoldirish mumkin emas. Bu erkak qoplon. U sherlardan qochib qoldi. Endi o'z juftini izlayapti. U Alimbani uchratishni kutmagandi. Qoplon Alimbaga qarashli yerdan 4 marta kattaroq bo'lgan hududni himoya qiladi va ketishga chog'landi. Bu
Bu safar Alimbaning omadi kelmadi. Biroq bir kun kelib, u albatta ona bo'ladi. U ov qilishni o'rgandi va o'zi o'zlashtirgan barcha saboqlarni avlodiga o'rgatadi. Bir paytlar bu yosh qoplonning hatto boshpanasi ham bo'lmagan. Ammo Alimba juda ko'p narsaga erishdi. Luangwa vodiysidagi eng yaxshi joylardan birini egalladi. Va endi uni birovga berish niyati yo'q. Oldinda Alimbani yangi sinovlar kutyapti. Vaqt o'tgan sayin tajribasi ortib, yanada kuchliroq va uddaburonroq bo'ladi. U jarlikni egallab oldi va ming mashaqqat bilan topgan o'ljasini birovlarga berib qo'ymaslik sabog'ini ham egalladi. Urg'ochi qoplon hali uzoq yillar davomida ushbu qirollik qirolichasi bo'lib qoladi.